Ishga ketyapsizmi? Yaxshi borib keling. Mengacha ozgina pul tashlab keta olasizmi? Oladigan bir ikkita narsalarim bor edi. O'shanga kerak bo'layotgandi-da. Qanaqa pul? Pulga to'yasanmi o'zi? Yo'q hech qanaqa pul. Undan ko'ra uyingdagi uborkangni qil. Yana pul ola olmadim. Har doim shunaqa. Pul o'rniga uyi ishini qil deb meni urishib beradilar. Men ham ayolman, nimadirlar ogim keladi. Albatta, har bitta ayol o'zini puli bo'lishini xohlaydi. Hozir men sizlarga uyda o'tirib ham hech qanaqa pul tikmasdan pul ishlash yo'llari haqida aytib beraman. Bu narsalarni hammasini menga Faberlic kompaniyasida ishlaydigan bitta qiz jo'natdilar. Upakovkasini qaranglar, prямо sevdim. Raspakovka chek. Ortiqcha yugurlasiz. Hech kimga hech qatga pul to'lamasdan turib, uyda o'tirgan holatingizda bu kompaniyaga ishga kirib, yaxshigina daromadga chiqishingiz mumkin. 300 dan ortiq turli xil mahsulotlarga ega Faberlic kompaniyasi sizni ishga taklif qiladi. Xohlasangiz shu kompaniyaga ishga kirib, o'zingizni biznesingizni boshlashingiz mumkin. Xohlasangiz bu kompaniyadan o'zingizga kerakli bo'ladigan narsalarni xarid qilishingiz mumkin. Men o'zimga uходовый nabordan oldim. Kuxnyamga kerak bo'ladigan mush stretsasini va svet o'chib qolganda dazmolda qiynaladigan narsalarim uchun bir pasta tekis qilib beradigan spreydan ham oldim. Yosh bolalarim bilan ko'chaga chiqa olmayman, ko'chaga chiqishga erim ruxsat bermaydi deydigan ayollarimizga sekin bu videoni jo'natib qo'yamiz. Endi ular ham uyda o'tirib bemalol pul topa oladi. Video yoqqan bo'lsa, сохранить qilib oling, profil yo'qotib qo'ymaslik uchun bularga obuna bo'ling.